Maryam o'g'li Masih Allohdir degan safsataga raddiya. Bu safsataning mazmuni. Maryam o'g'li Masih Isa alayhissalom Allohning bandalaridan va Alloh yaratgan maxluqotlardan biri bo'lsa-mu, lekin nurg'unlagan nasoralar Hazrati Isa to'g'risida chekdan eshib, uni Alloh deb da'vo qilishidi. Halbuki Alloh ularning bu da'volaridan pok va ustundir. Balkim ularni bu xato tushunchaga elib borgan omil Allohning uning qo'lida maydonga keltirgan o'liklarni tirildirish, tug'ma ko'r va baras kasallarni saqaytish, shundaqla uning anadan otasiz tug'ilishi qatorliqlarga o'xshash mo'jizalar bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo nasoralarning Isa alayhissalom to'g'risidagi azg'on so'zini bayon qilib, nasoralar Masih, ya'ni Isa Allohning o'g'lidir dedi degan. Bu safsatiga tuvandagi taraflardan raddiya beriladi. Birinchi, bu da'voning nasoralarning azg'onligiga eng chong dalillardan biridir. Ikkinchi, Masih alayhissalomning bo'shlikdagi vaqtida o'zining Allohning bandasi ekanligini iqror qilganligi va qiyomat kunimi buning iqror bo'lganligi, buning ularning yolg'on to'qiganligini bildiradigan dalillardandir. Uchinchi, Masih alayhissalom Allohning elchisi bo'lib, normal yeb ichadi. Shunga u qandaqmi iloh bo'la olsin? To'rtinchi, hech kim Alloh taoloni Masih Isoni, uning onasi Maryamni va yer yuzidagi maxluqotlarning hammasini halok qilishidan, o'ltirishidan cheklay olmaydi. 5. Isa alayhissalomning payg'ambar ekanligini tasdiqlash uchun uning qo'li bilan yuz bergan odatdan tashqari ishlar Isa alayhissalomning ishi bilan emas, balki Allohning irodasi bilan bo'lganligi Qur'onda uning tili orqali bayon qilingandir. 6. Isa alayhissalomning yaratilish mo'jizasi Adam alayhissalomning mo'jizasiga o'xshash turib, hech kim Adam alayhissalomni iloh demaydi. Tafsilroq qilib aytganda, 1. Bu safsata nasoralarning azg'onligiga dalildir. Bu safsata nasoralar deb atalgan ahli kitobning rasvoliqlarining biri bo'lib, ularning ichidagi Yaqubiyya firqasi Maryam haqiqatan iloh tuqqan desa, Mulkaniya firqasi Alloh haqiqatan Isoga tushib, uning zoti bilan birlashib ketdi degan. Alloh taolo ularga Isa alayhissalomning bunu so'zi bilan raddiya bergan. Ey Bani Isroil, mening parvardigorim va sizlarning parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Kimki Allohga sherik keltiradigan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladigan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi jahannam bo'ladi. Zolimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Maid surasi 72-oyat. Isa alayhissalom ularga bu so'zi bilan raddiya bergan tursa, ular o'zini xuddi o'zlariga o'xshashla inson deb e'tirof qilgan bir bandini qandaqmi iloh deb da'vo qilsin? Mana bu nasoralarning so'zining xato ekanligiga keskin dalildir. Isa alayhissalom Allohning bir bandasi bo'lib, o'zi bilan boshqalarning orasini ayirmagan. Shunga u bo'shlikdagi vaqtida eng oldi bilan "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Alloh menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi" degan. Bu oyatda Isa alayhissalom "Men Alloh" yoki "Men Allohning o'g'li" demagan, balki o'zining Allohning bandasi va payg'ambari ekanligini isbotlagan. 2. Masih Isa alayhissalomning o'zining Allohning bandasi ekanligini iqror qilishi. Alloh azza va jalla qiyomat kuni Isa alayhissalomni va uning onasi Hazrati Maryamni iloh qilib olgan kishilarning huzurida, guvohchilarning oldida Isa alayhissalomning nima deydiganligini bilib turib, Isa alayhissalomdan savol so'raydi. Ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi? Isa aytadi: Rabbim, sha'niga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga nomunosib so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undoq demaganligim sana ma'lumdir. Sen mening zotimligini bilasan. Men sening zotingligini bilmayman. Sen g'ayblarni nihoyat obdan bilasan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening parvardigorim va sizlarning parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzoroq qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Maid surasi 117-118-oyatlar. Ibn Ashuraning At-Tahrir va Tanvir nomli tafsirida bu oyat haqida mundaq mazmunlar kelgan. Alloh taolo: "Ey Maryam o'g'li Isa,
Sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan anamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi degan so'zini qiyomat kuni deydi. Bu Yahudiylarni ayblab bo'lgandan keyin Nasoralarni ayblashning muqaddimasida aytiladi. Nasoralarni ayblashni o'z ichiga olgan oyatlarda Alloh taolaning Alloh qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qanday javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular sening bilganingga solishtirganda biz hech narsa bilmaymiz. Sen g'ayblarni nihoyat obdan bilasan deydi. Degan oyatidan boshlangan oyatlar ko'zda tutildi. Yuqorqi oyatdagi ey Maryam o'g'li Isa dedingmi degan savol bu oyatdagi Alloh taolaning payg'ambarlarga qanday javobga ega bo'ldinglar degan so'zdagi savolga o'xshaydi. Alloh taolo Isa alayhissalomning undaq demaydiganligini biladi. Lekin bu yerda nasoralardan kafir bo'lganlarning yolg'onchiligini oshkorlash maqsad qilingan. Buni texmi ochiq qilib aytsak, Isa alayhissalom uni demagan bo'lsa, uni iloh degishlarining hech qanday o'zrisi qolmaydi. Chunki ular Isa alayhissalomning gap so'z va ta'limlariga ergashganligini aytgan. Navoda Isa alayhissalom uni degan bo'lsa, amaliyotda bundaq demagan, ham asla demaydi. Meni va anamni iloh qilib olinglar degan bo'ladi. Shunga bu oyatda mushu shaklda kelgan. Bu gapni Isa alayhissalom demagan, balki ba'zilar Isa va uning onasini iloh qilib olinglar degan. Buni Isa alayhissalomga sen dedingmi deyish orqali uning demaganligini, balki ularning Isa alayhissalom nomidan to'qib olganligini maqsad qilish uchun mushundoq kelgan bo'lsa kerak. Isa alayhissalom Rabbim sha'niga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilaman degan javobi bilan Alloh taolani nasoralar aytgan ashu naloyiq ishlardan poklagan. Allohni poklash o'zini poklashdan burun bo'ladigan bo'lg'achqa, o'zini poklashdan burun Allohni poklashga ahamiyat bergan. Chunki Alloh nasoralar aytgan ashu naloyiq ishlardan pok bo'lganida jazmanki hech kimni undaq ishlarga buyurmaydi. Ondan Isa alayhissalom o'zini poklab, "Menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman" degan. Bu jumla yangidan boshlangan jumla bo'lib, yuqorida so'ralgan savolning javobidir. Bu jumla "Men uni aytmadim" degan jumlaga qaraganda texmi bakrak poklig'ichidir. Chunki bu ashu so'zning o'ziga tegishli bo'lishini butunlay inkor qiladi. Rabbim sha'niga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilaman degan jumla javob jumlaning muqaddimasi sifatida kelgan. Ondan o'zini texmi poklab, agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan degan. Bu jumlamo yangidan boshlangan jumladir. Chunki bu jumla oldidagi jumlaning mazmunining dalili va pakitidir. Isa alayhissalom Allohning o'zining ashundoq demaganligini biladiganligini, o'zining demaganligini inkor qilishga dalil qilib keltirgan. 3. Isa alayhissalom Alloh tarafidan yaratilgan bir banda bo'lib, bir narsa yeb ichidi. Alloh taolo Qur'on Karimda Isa alayhissalomning payg'ambar ekanligini, uningdan ilgirimi payg'ambarlarning o'tganligi, shundaqla uning Alloh tarafidan yaratilgan bandalardan biri ekanligi, onasining rostchil ayol bo'lib, u ikkisining bir narsa yeb ichadiganligi va bir narsa yeb ichishga muhtoj bo'ldiganligini ta'kidlab mundaq degan. Maryam o'g'li Isa faqatla payg'ambardir. Uningdan ilgirimi nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil ayol edi. U ikkisi boshqa maxluqlarga o'xshashla bir narsa yeb ichadi. Bizning ularga, ya'ni nasoralarga bu oyatlarimizni qandoq bayon qilayotganimizga qaragan. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tortganligiga qaragan. Maid surasi 75-oyat. Ahvol mana shundoq bo'lib, bandani o'ri turg'izish uchun yemak-ichmakka muhtoj bo'lg'uchi, ya'ni Isa alayhissalom qandoqmi iloh bo'la olsin? Haqiqiy iloh degan barliq narsalardan behojat bo'lib, hech narsaga ehtiyoji tushmaydigan, hech narsaga o'xshamaydigan zotdir. 4. Masih Isa alayhissalom va uning onasining taqdirlari Allohning ilkida bo'lib, Alloh o'zi xohlagancha qaror qiladi. Alloh azza va jalla Maryam o'g'li Isoni, uning onasini va zimindagi maxluqotlarning hammasini halok qilmoqchi bo'lsa, hech kim Allohning irodasiga aralasha olmaydi. Hech kim Allohni buningdan cheklay olmaydi. Chunki Allohdan boshqa hech qanday haqiqiy iloh yo'q. Allohdan boshqa hech qanday haqiqiy Rabb yo'q. Hech qanday ma'bud barhaq ibodat qilinuvchi yo'qdir. Navoda Isa alayhissalom nasoralar bildirilgandek iloh bo'ladigan bo'lsa edi, albatta u bu ishlarga aralasha olgan, o'zini qo'g'day olgan, o'zi va onasiga yetkazib ziyon zahmatlarni qaytara olgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mundaq degan. Maryam o'g'li Masih, ya'ni Isoni Allohdir deb olgan kishilar haqiqatan kofir bo'ldi.
ey Muhammad, aytqinki, agar Alloh Maryam o'g'li Masihni, Masihning onasini va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Alloh iroda qilgan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning va zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xohlaganini yaratadi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Maid surasi 17-oyat. 5. Masih İsa alayhissalomning mo'jizalari Allohning irodasi bilan bo'lgandir. Qur'on Karimda İsa alayhissalomning qo'li orqali yuz bergan ashu mo'jizalarning Allohning irodasi bilan bo'lganligi, bularda İsa alayhissalomning o'zining qo'li orqali yuz berganligidan boshqa hech qanday munosabati bo'lmaganligi İsa alayhissalomning tili orqali ochiq bayon qilinib mundoq kelgan. Shubhisizki, men sizlarga Parvardigoringlar huzuridan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlar uchun laydan qushning shaklida bir narsa yasayman. Andan unuga po'laymanda Allohning irodasi bilan u qush bo'ladi. Tug'ma ko'rni, baras keslarini saqaytaman. Allohning irodasi bilan o'liklarni tirildiraman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemakliklardan xabar beraman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, bu mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening payg'ambar ekanligimni ko'rsatadigan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratning rostligini isbotlagan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil olib keldim. Allohdan qo'rqinglar va menga itoat qilinglar. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning Parvardigoringlardir. Uninga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Al-Imron surasi 49-50-51-oyatlar. Qur'on Karimda İsa alayhissalomning tili orqali İsa alayhissalomning ularga keltirgan bu odatdan tashqari ishlarning har birining faqat Alloh tarafidan bo'lganligi tilga ilinishga ahamiyat berilib, bu ishlarning har biridan keyin tafsiliy va aniq holatda Allohning irodasi bilan degan so'z tilga ilingan. Taxmi ehtiyot qilganlikdan so'z oxirlashsila, oxirida Allohning irodasi bilan degan so'z tilga ilingan. Bu oyatlarning oxirida İsa alayhissalom Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning Parvardigoringlardir. Uninga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Deyish orqali Allohning barliq dinlari asoslangan e'tiqodning haqiqatini e'lon qilgan. Chunki u inson bo'lganligi uchun qo'li orqali yuz bergan mo'jizalarni keltirishga hech qanday qudrati yo'q. Shunga u ularni o'zining tarafidan emas, balki Alloh tarafdan keltirgan. İsa alayhissalomning da'vati oldi bilan Allohga taqvodor bo'lib, Allohga itoat qilishga asoslangan. Ondan o'zining iloh bo'lmasdan, balki Alloh tarafidan yaratilgan banda bo'lganlik uchun Allohning o'zining va ularning Rabbi ekanligini ta'kidlagan. Ularni faqat va faqat Allohga ibodat qilinadiganlik uchun bir Allohga ibodat qilishga yuzlanishga chaqirgan. So'zini hamma o'rtaq bo'lgan haqiqat bilan oxirlashtirgan. Chunki Allohni bir deb bilish, Allohga ibodat qilish, Alloh buyurgan va cheklagan ishlarda Allohga itoat qilish to'g'ri yo'ldir. Buningdan boshqasi xato va noto'g'ri yo'ldir. 6. İsa alayhissalomning yaratilishi mo'jizasi Odam alayhissalomninkiga o'xshaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda İsa alayhissalomning haqiqatini bayon qilib, shubhisizki Allohning oldida İsa'ning otasiz yaratilganligi Odamning, ya'ni Odam alayhissalomning yaratilganligiga o'xshaydi. Odamni Alloh tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi, u vujudga keldi. Al-Imron surasi 59-oyat. İsa alayhissalomning tug'ilishi boshqa insonlarning tug'ilishiga solishtirganda ajoyib ish bo'lsa, Odam alayhissalomning yaratilishiga solishtirganda hech qanday ajoyiblik qolmaydi. İsa alayhissalomning otasiz yaratilishi va tug'ilishi sababli İsa alayhissalom to'g'risida munozara qilib, da'talash qilayotgan, İsa alayhissalom to'g'risida turli afsona va yolg'on yavdoqlarni to'qiyotgan ahli kitoblarning o'zlarimi Odam alayhissalomning tuproqdan yaratilib, Allohning vujudga kel degan kalimasi bilan tirik insonga aylanganligini iqror qildi-yu, İsa alayhissalom to'g'risida to'qigandek Odam alayhissalom to'g'risida yolg'on yavdoqlarni to'qimaydi. Otasiz yaratilgan İsa alayhissalom Allohning vujudga kel degan kalimasi bilan yaratilganidek, Odam alayhissalom Allohning shu so'zi bilan yaratilgan bo'lsa-mu, İsa alayhissalomda ilohlik tabiati bor deydi-yu, Odam alayhissalomda ilohlik tabiati bor demaydi. Alloh nimani xolasa shu bo'ladi. Qur'on Karimda bu haqiqat, ya'ni İsa alayhissalomning haqiqati, Odam alayhissalomning haqiqati va butun maxluqotlarning haqiqati
mana mushundoq oddiy holatda aydin bo'ladi-ki, inson hayron qilib, İsa alayhissalomning yaratilishi butun maxluqotlarning Allohning vujudga kel degan so'zi bilan yaratilish qonuniyatiga o'xshash tursimi, qandoqsiga bu vaqtda datilish bo'lgandi deb o'z-o'zidan so'rashi mumkin. Mana bu hikmatli Qur'onning hatto murakkab masalalardami inson tabiatiga uning tabiati ko'taroladigan amaliy bo'lgan oddiy mantiqi bilan xitob qilishidagi usuli bo'lib, bu usul bilan murakkab masalalarmi xuddi oddiy, o'ng'ay bir ishdek holatga keladi. Xulosa: Nasoralarning Hazrati Masih Isoni iloh davalishi ularning ozg'un ekanligiga eng cho'ng dalillardandir. Chunki Masih Isa alayhissalomning so'zlari va uning inson ekanligining kuchli dalillari bu qarashni tubdan inkor qiladi. Masih Isa alayhissalomning o'zini Allohning bandasi ekanligini bo'shkidagi vaqtida iqror qilganligi va qiyomat kunidami iqror qildiganligi ham bu da'voni inkor qiladi. Chunki insonlik sifatlari bo'lgan va o'zining Allohning bandasi ekanligini iqror qilgan kishi ilohlik maqomiga loyiq bo'la olmaydi. Masih Isa alayhissalom Allohning elchisi bo'lib bir narsa yeb ichidi. Shunga u qandoqmi iloh bo'la olsin? Hech kim Allohning Masih Isa alayhissalomni, onasi Hazrati Maryamni va yer yuzidagi barliq maxluqotlarni halok qilishini cheklay olmaydi. İsa alayhissalomning, uning onasi Maryamning va butkul maxluqotlarning taqdiri yolg'iz Allohning ilkididir. Tarjimada Miskin qalb.